Bu kiyimlerdi 45 ming olib kelsangizlar bo'ldi. Andijonlik akalar, Inbazar O'zbekistonda bo'la turgan bo'lsa, Qirg'izistonda El magazin but bardig'ini 45 ming qilib beraylik. Futbolka 45 ming, kepka 45 ming. Mansur aka, Ramazon oyi hurmatini, tim более ayt hurmatini dag'adil aksiya qilib beraylik aka. Xo'p, 80% aksiya qilib beramiz. O'zbekistonlik akalarimiz bemalol do'stlar o'tgan yillarda 100 metr yurasizlar, o'ng tarafda El magazinde kattaslar uchun magazin ochib qo'yganmiz. Qiyqirib so'ylavering aka, o'qmay qolishyapti. Futbolkani qancha qilib berasiz aka? 45 ming. 45 ming? 45 ming so'mda aytyapman men, o'zbek pulida. Agarda qirg'iz so'miga ayta turgan bo'lsa 300 so'm, o'zbek so'miga ayta turgan bo'lsa 45 ming bo'lib qoladi. 500 so'mlik futbolka 69 mingga olib kelsangizlar bo'ldi. Ya'ni butun bu bilan chektalayingizda bu kiyimlarda 45 mingga olib kelsangizlar bo'ldi. Ulardagi Ramazon oyi hurmatini, tim более aytni hurmatini dag'adil aksiya qilib beramiz. Mana narsalarni arzon itbekerda olib kelsangiz bo'ladi-da. 45 mingga olish uchun buni sharti bor. Tak. 320 ming so'mga bitta dvoyka oladi, buni 45 ming so'mga beramiz o'zbek pulida. Bunday dvoykalarni 320 mingga ola turgan bo'lsangizlar, dag'adil aksiya qilib beramiz-da, kelaverasiz. 320 ming. O'z negizi O'zbekistonda bunday chenada hech kim bermaydi. Bu barda kiyim-kechaklarda dag'adil aksiya qilib beramiz. Mana shimlarda ayta turgan bo'lsa, bular qancha so'm aka? So'mlarmi? So'mlar. Сразу eslatib bering. Sразу aytib beraman. 100 ming nari bersa bo'lib qolsa kerak aka. 100 mingga dag'i barvay ekan, qancha so'm? 97 ming. 100 mingga dag'i barvay, men aytdim aka. 97 mingga olib ketsangizlar bo'ladi. O'zbekistonda bunday chenada hech kim qilib bermaydi. Inbazarda arzon bilan, emi El magazinda itbeka. O'sha yerdan sapato berib, xudo xolsa premium kasbada kiyim-kechaklarni o'sha El magazinga olib ketsangizlar bo'ladi. Adresini aytmaysizmi deganlarga Do'stlikdan chiqishingiz bilan Do'stlikda 200 metr jetbeli. Do'stlikdan chiqismay bir qadam bossangizda o'ng joqdagi El magazin Shandek soda bor. O'sha yerda ikkinchi qavatda bemalol chiqib olib kelsangizlar bo'ladi. Dag'i yana aksiya qilib beraylik aka. Shu aytdi hurmatini aksiya qilib beraylik aka. Ba'zi akalarimiz kiyim-kechak qilishadi-da. Mayli, aksiyani biz 80% emas, bu yerda 90% qilib beramiz. 500 ta bizni podarkimiz bor. Aha. 500 ta podarklarni. Da, 500 ta podarka bor, Va konkurs uyushtirganmiz. Misol, 145 ming so'mga bizdan savdo qilasiz, bitta sertifikat beramiz. Sertifikatda nomer bo'ladi. O'sha nomer orqali bitta mashina yutib olishlik mumkinchiligi bor-da. Shunga bemalol o'tasizlar Qirg'izistonga, shunday 100 metr yurganinglarda o'ng qo'l tarafga burilasiz, El magazin.